Hammaga salom. Bugun sizlar bilan tovada zo'r pishib chiqadigan tort qilishni o'rganamiz. 3 ta dona tuxumni birinchi bo'lib chaqib olishimiz kerak. Azizlar, mana biz 3 ta tuxumni chaqib oldik. Ana endi buni vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Azizlar, aralashtirib bo'lganimizdan keyin 200 gram shakar solamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Azizlar, mana aralashtirib bo'ldik. Bizda mana shunday holatda keladi. Endi havo haroratida turgan sut solib yuboramiz va 100 ml o'simlik yog'i solamiz. Azizlar, yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin navbat unga keladi. Unimizdan ham solamiz. Azizlar, endi biz razrixitelь solib olamiz. Razrixitel'ni ustidan shunaqa kakaolarimizni solib olishimiz kerak. Taxminan 3 ta kakao ketadi. Tortimizning kattaligiga qarab. Kakaolarimizni solib bo'lgach, yaxshilab aralashtirib olamiz. Azizlar, mana aralashtirib bo'lganimizdan keyin xuddi shunaqa holatga keladi. Ana endi buni tavalarimizga birma-bir qilib pishirib olamiz. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, tayyor masalliqlarimizni 3 ta teng qilib bo'lib olamiz va mana bu yerda tovoqqa olib qo'yamiz, chunki ustiga urvoq qilib sepishga ham olib qo'ydim ozgina masalliq va endi ketdik pishirishga. Azizlar, endi biz tovamizni qizdirib olamiz. Menda shunaqa tova, sizlarda qanaqa tova? Tovani turiga ham qaraydi. Endi ozgina bo'lsa ham yog'lab olamiz. Mana azizlar, birinchi kosadagi masallig'imizni tovaga qo'yib oldik. Ana endi og'zini yopib qo'yamiz. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, uje menda ikkinchi xamirim pishyapti. Mana shunaqa chiroyli bo'lib pishib, ya'ni teshichalar sizlar ko'rinmayapti, lekin shunaqa yumshoqgina bo'lib chiqadi. Mana bu yerda kremimiz ham har doimgidek tortaga tayyorlaydigan kremimizni qilib olamiz. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek atalalarimizni chiroyli qilib surib oldik. Mana ko'rib turibsizlar, mana tortimizning balandligi 3 dona xamirimiz bor edi va bizda shunaqa katta balandligida o'xshab chiqdi. Hozir yana ozgina masalliqimiz bor edi, bilasizlar. Uni hozir chopperda maydalab, ustiga chiroyli qilib sepib olamiz. Unda 1, 2, 3. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, ustiga urug'larimizni ham sepib oldik. Ko'rib turganingizdek, vobshe asalcha bo'lib, mana ayollar bilan ko'rsaman. Mana 3 qavati shuncha chiqadi. Endi bilmadim sizlarda qancha chiqadi. Masalliqga qarar ekan bu ham. Sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmadi. Hammaga xayr, salomat bo'ling.